Kerosin fraksiyasini merkaptanlardan tozalash jarayoni mavzu. Bunda kerosin katalizator ishtirokida boradi. Katalizatorda pastda natriy gidroksid 6,6% kaustik soda 6,6% kaustik soda beriladi pastdan, tepadan esa shu kerosin nima qilinadi va uglevodorodlar to'ldiriladi va bundan keyin o'sha jarayon bo'ylab oltinchi havoli aralashtirgich nima bo'yicha termokontakt jihoziga boradi. Bunda esa merkaptanlardan oltin guvert va naftning kislotalaridan tozalash jarayoni boradi. Asosan ikkita reaksiya ketadi bu yerda. Shu naftning kislotalaridan va oltin guvurtli birikmalardan tozalash jarayoni ketadi va so'ngra bu jarayondan keyin shu kaustik soda eritmasi o'zida shu to'yingan kaustik soda eritmasi keyin yana qayta o'sha jarayondan yana chiqarilib o'sha qayta nima qilishga qayta yana ishlov berilib yana qayta o'sha bosqichga kiritiladi. So'ngra esa aralashtirgich havoli aralashtirgich barometrga uzatiladi. Bu jarayonda 3,9 bar bosimida havo aralashtirgichda shu 3,9 bar bosimida 7 km/s tezligidagi bo'lgan havo harorati berib turiladi va oksidlanish jarayoni boradi. So'ngra esa bu jarayondan keyin ikkita parallel filtrli 150 mikrondan baland bo'lgan o'sha tarkibidagi kerosinni tarkibidagi mexanik aralashmalardan tozalash maqsadida o'sha parallel ikkita filtrdan o'tkaziladi, ikki bosqichli filtrdan o'tkaziladi. So'ngra so'ngra esa eritmani neytrallash basseyniga qochma nasos yordamida haydaladi. So'ngra bu jarayonda so'ng adsorber qurilmalariga boradi. Bu adsorber qurilmalarida esa shu filtrlardan o'tib, so'ngra esa o'sha kerosindagi o'sha fraksiyalari bo'yicha keyin quritish jarayoni boradi. Unda esa shu tarkibidagi suv va bug' namliklarni ketkizib kerosin fraksiyalariga shu ajraladi. Toza kerosin chiqadi oxirida.